Assalomu alaykum O'zbekiston. Endi ichimdagi his-tuyg'ularni tasavvur qilib bera olmayman, alhamdulillah. Faqat Allohimga behisob shukrlar aytaman. Toshkentga chiqib jo'nayotgan vaqtim 200 ming og'aynimdan qarz olib, ko'zimda yosh bilan kelganman Toshkentga. 1 yil o'zimga kelib olish uchun faqat jimgina hech kimga gap qo'shmay yurganman. O'qishga kirib, o'qishlardan haydalib ketib, Mardikor bozoriga qurilishda nima ishlar qilmadik. Alhamdulillah harakat qilib Allohdan so'radim. Hozir Toshkent City'da markazda turibman. Markazida. Meniki ikkita mashina, meniki. Alhamdulillah. Bugun Xudo xolasa Bomdoddan keyin Qashqadaryoga qarab, Surxondaryoga qarab yo'l olaman. Qarshini markazida hokimiyat oldida dadamga topshiraman mashinani inshaalloh. Sizlarga rahmat, qo'llab-quvvatlab turgani uchun O'zbekiston. Allohga ishonib, insonlarga havas qilib, Allohdan so'rab yashash davom etinglar. Alloh beradi. Qashqadaryo meni kutib ol. Ertaga soati 12 da hokimiyat oldida bo'lamiz inshaalloh. Yo 12 da yoki abitdan keyin 5 da videolarda qo'yib boraman. Turqash, gaz O'zbekiston olg'a.